Assalomu alaykum sevimli azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobning 2-bob Volenburg jamiyatini davom qilamiz. Shvetsiyalik zardor jamiyat Volenburg jamiyati. Volenburg jamiyati varislarining ko'p qismi dengiz armiyasi maktabini bitkazgandan keyin ofitser salohiyati bilan vazifa o'tash an'anasiga varislik qilgan. Shundoq bo'lishiga qaramay, Volenburg jamiyatining farzandlari kichikdan boshlab kuchli irodasini chingitish tarbiyasi va xalqaro nazar doirasini kengaytirish tarbiyasi bo'yicha tarbiyalangan. Bo'libmi, yo'lboshchi Andrey Volenburgning ta'sirida dengiz armiya ofitserlar maktabida o'qish Volenburg jamiyati varislarining zarur darsligiga aylangan. Chunki ota-onasi bolalarni dengiz armiya ofitserlar maktabida chiniqtirish orqali o'smirlik davridan boshlab dengiz ustidagi xatarlarni beshidan o'tkazsa, krizisga taqobil turish iqtidori kuchaydi deb qaragan. Hayotlik yo'li aslida agar to'qay, bo'ron chapqinlik bo'ladi. Volenburg jamiyati dengiz ustidagi bo'ron chapqini beshidan o'tkazishni rahbar bo'lish vazifasini tamomlashidagi eng muvofiq usul deb qaraydi. Shuning uchun Volenburg jamiyati bolalarini dengiz armiya ofitserlar maktabida chiniqtirish orqali ularning rahbarlik iqtidori va dengizdek keng qo'saqliq va cheksiz nazar doirasini yetildirgan. Volenburg jamiyatining dengiz armiya ofitserlar maktabiga alohida positsiya tutishi asosliq jamiyat otasi Andrey Volenburgning sababidan bo'lgan. U Shvetsiyaga o'xshash sanoat taraqqiy qilgan cho'ng davlat cho'qim dengiz safar qilib, chet el bilan aloqani kuchaytirganlar texim zo'r taraqqiyotlarga erishalaydi deb qaragan. Volenburg jamiyatining qarashicha 100 millionlik boyliqdan bir vatanparvarlik ruh ustun turadi ekan. Vatanparvar bo'lmay turib, topgan puli xuddi maqsadsiz dengiz safariga chiqqanga o'xshaydi ekan. Shunlashqa ular varislariga har vaqt Volenburg guruhi tijorat bilan topgan boyliqlar xususiy mulk bo'lmasdan, balki davlatning mavjudligidagi bir amaliy gavda ekanligini ta'kidlab kelgan. 1895 yılı partitish to'g'risi yasab milliarderga aylangan Nobel jon uzish oldida barliq mulkini o'z vatani Shvetsiyaga miros qoldirgan. Shunlashqa Shvetsiyaga qilinadigan iyona tarixdan buyon to'xtab qolgani yo'q. Bu jihatda Volenburg jamiyatimi buning varislik qilgan va Shvetsiyaning bu isil an'anasini davomlashtirib kelmoqda. Mushu yerda to'xsiz meningki kallamga nurg'unlagan suyumlik boylarimiz keldi. Bularning ichida shu bizning saxovatchi boy G'o'jadagi Nurtay hojim keldi. Nurg'unlagan boylarimiz bor, ma'rifni qo'llagan, nashriyatchilik, butun millatning taraqqiyotidagi moddiy va ma'naviy desteklarni bergan nurg'un boylarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Iqtisod intayin muhim bir asos turk gavdalarning birisi bo'lib hisoblandi. Iqtisodiy erkinlik barliq erkinliklarning asosi deydi-chu. Bu pulparastlikni tashabbus qilganlik emas. Lekin yiliqidek pul degan qo'lamning kiri deb qo'yib, ko'chada yalong to'sholab, hech nimga foydasi yo'q. Bu dunyoga o'g'it yurib ketadigan insonlardan ming yaxshi pul tepib insoniyatga tuhfa qo'shishchi. Halol yo'li bilan tepib. Keng doirali kishilik munosabat to'rini o'rnatish o'rganishdinmi bakrak muhim. Volenburg jamiyatining farzandlari dengiz armiya ofitserlar maktabini bitkazgandan keyin cho'qim dunyoviy mashhur universitetlarda MBA, ya'ni So'z sanoat ma'muriy boshqarish magistrligi darsligini o'qishi, ondan Nyu-York, London yoki Parij qatorliq joylardagi mashhur xalqaro pul muomala shirkatlarida vazifa o'tishi, shu orqali amaliy jang tajribasini to'plash kerak. Volenburg jamiyati farzandlariga azaldan mushundoq talab qo'yib kelgachga xalqarodagi pul muomala kasbi va sanoat taraqqiyoti jarayonini egillagan hamda texmi keng kishilik munosabat to'g'ri qurib chiqa olgan. Mushu mazmunlardan suyimli qarindoshlar shuna bir narsani his qila olamiz. Dangliq jamiyatlar hech qachon bolalarga sening xotirjam bir turmushing bo'lsin, sen obdan o'qib, beobdaroq yat xizmatga chiqsang, pensiya maoshing bo'lsa va yoki singanligingni yeb yashsang bilan xotirjam obdan demagan. Hech qanday bir jamiyat bunda tarbiya bermagan. Eng kuchlisi bo'l. Eng kuchlisi bo'l. Bergan qo'l har vaqt olgan qo'ldan yaxshi deb o'rgatgan. Volenburg jamiyati bir partiyasining cho'ng o'g'li Knut Volenburg 33 yoshidan boshlab dadasining orzusi bo'yicha bankirlik sohasiga kirgan. U dadasiga o'xshash dengiz armiya ofitserlar maktabini bitkazgandan keyin Parijdagi Leon aksiya shirkatida xizmat qilish orqali Volenburg jamiyati varislari hozirlashga tegishli iqtidorni yetildirgan. U birinchi qitimliq dunyo urushi mezgilida Shvetsiyaning tashqi ishlar ministri bo'lgan hamda rahbarlik salohiyat va iqtidorni hozirlagan.
Növbətdə Valenburg guruhiga rəhbərlik qılıyatqan 5-ci avlod varis Yakub Valenburg və onun tağısı Markus Valenburglar cəmiyyət tüzgən məşqləndiriş dərslikidən ötken. Ularning ichida Abu Yö şirketining bosh lideri Markus Valenburg Amerikaning Georgiya Washington universitetini bitkizgan. Shvetsiyadagi CAB bankasining bosh lideri Jacob Valenburg Amerikadagi Wharton universitetini bitkizib, iqtisod ilm bo'yicha magistr bo'lgan. New York'taki JP Morgan ve London'daki Emboro bankalarida vazifa o'tagan. 1995 yili Valenburg jamiyatining tijoratiga rasmiy varislik qilgan. Valenburg jamiyatining boshqaruvchilari xalqaro savdo faoliyatidagi yadroliq o'rnak kapolatlik qilish jihatlarida jamiyat va boshqa hamshiriklar orasida inoq kishilik munosabatni saqlashda nihoyat zo'r rol o'ynadi. Bu jamiyat başdan ahir kishilik munosabatni yetildirishga intayin ahamiyat bergan. Şirket bərpayçısının oğlu Markus xalqaro pul muomala ittifoqining boshlig'i bo'lgan. Onun oğlu Markus ikkimi xalqaro savdo sanoat jamiyatining boshlig'i bo'lgan. U Bilderberg deb atiladigan xalqaro kishilik munosabat to'g'ri tashkilotining a'zolaridan biri bo'lib, bu tashkilot asosliqi siyosatvoz, korxonachi, xon jamiyatining muhim a'zolaridan tashkil topgan. Bu tashkilotni xalqaro munosabat darajasi jihatda dunyodagi har qanday tashkilot bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Hozir Valenburg bayrog'i ostida 5 korxona har qaysi sohalarda dunyoda oldingi qatorda turib kelmoqda. Ular uchur aloqa kasbida Ellison, tok uskunlar kasbida ABB, oila elektr uskunlar kasbida Elix, qog'ozchilik kasbida Staro Inso, o'q qozon kasbida SKF'lardan iborat. Valenburg guruhining taraqqiyot tarixidagi eng qiziqarligi shuki, egilikni pul muomala kasbi bilan boshlagan. Bu jamiyat mehmon saroyini 1856 yildan boshlab harbiy sohaga olib kirgan. 1874 yili Stokgolmda ochilgan Yeshil mehmonxonaning tijorati yaxshi olib berilgan. Hamda bu mehmonxona har yili Nobel mukofoti sohiblari tushadigan mehmonxona bo'lish sifati bilan dunyoga tonilgan. Shunga bu mehmonxonaning imoratlarini dunyoda tangdishi yo'q mukammal asar deyishga bo'ladi. 130 yil muqaddam Valenburg jamiyati yaxshi bo'lgan kishilik munosabatni o'rnatish bilan boshqurishning ishlarda g'alaba qozonishdagi ochiqlik omillarining biri ekanligini tonib yetgan. Buni Valenburg jamiyatining mehmonsaroy tijorati ching turish va kishilik munosabatga ahamiyat beradigan oila kayfiyatidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Mushu yerda shuna bir narsanday dunyodagi eng qimmat tushlik tomoq deb bir nimba deb atalgan bir uqum bor. Bu nim degan gap desanglar, shu Buffett, ya'ni paychek va mablag' selish otasi deb atalgan dunyodagi eng yomon bir odam bu Buffett. Buffett yilda bir qaytam bir tushlik tomoqini sotadi. Ya'ni tushlik tomoq vaqtini, 1 soat vaqtini pulga sotadi. Hatto 200 million dollargacha chiqqan vaqtlar bor. Bir vaqt tomoq uchun. Endi bu Buffett bir qaytam bir kim bilan 1 soat vaqt chiqarib bir vaqt tomoq yesa, u Buffettni taklif qilgan kishi buningga pul berdi. Tomoqning pulini emas, aning 1 soat vaqtiga pul berdi. Shuning bilan qanday bo'ldi? Yiliqi tomoq taklif qiluvchi kishi Buffett bilan tonishdi va munosabat o'rnatdi, bu bir. Ikkinchisi, Buffett ko'rishgan odam, demak, uning şirketi, uning qilayotgan ishining paycheki tez suratda o'rlaydi. Amaliyotda Buffett xarjlagan pulini hassasi bilan bu qaytarib kelalaydi. Va mushu yerda dunyoning eng ust saviyasidagi paychek otasi deb atalgan bir kishidan bu ta'lim ololdi degan gap. Yiliqi apandimning bir latifasi bor-ku, 3000 tillalik so'z deydigan. 3000 tillalik emas, 3 million tillalik ashtaq gap degan gap ayadi-ku. Shu 1 soatlik gapini yoki bir og'iz gapini o'sha pulga setib oladi. Buning bilan kishilik munosabat o'rnatgan kishining kelgusi taraqqiyoti nihoyat yaxshi bo'ladi deb butun xalq ishindi va uning paychekini setib oladi. Shuning bilan istiqboli lappadalam ichilib ketadi. Bu yerda kishilik munosabat uchun xarjlayotgan pul. Albatta, Buffettmi pul odamning hammasiga o'tirib yevermaydi. Cho'qim, buning mundaq bir yoshirin kuchi bor. Yakimiz buningda halaqa bo'lishliq bir mays ekan bu deydigan bo'lsa, andikin uning bilan o'tirib tomoq yeydi degan gap. Shuning kishilik munosabat intayin muhim. Oddiy-sodda turmush va mo'l jahondarchilik san'ati. Valenburg jamiyatining 10 tanbehi ichida
karomatini ko'rsatish qilmishidan saqlanish deydigan bir modda bor. Valenburg cəmiyyətinin avlodlari cəmiyyətning mushu prinsipiga rioya qilib kelgan bo'lib, o'zlarini avomning nazaridan qochirishga tirishgan. Ular sirtdagi nom obro'yidan ichki amaliy gavda texim muhim deb qaragan. Ya'ni teshi palpal, ichi g'alg'al bo'lib qolmanglar deb nasihat qilganda. Valenburg cəmiyyətinin avlod davomlashtirib kelgan bu prinsipi Fernizdagi mashhur cəmiyyət medisi cəmiyyəti izchil tashabbus qilgan boshdan oyoq avomning nazaridan yiroq turish degan prinsipi bilan o'xshib ketadi. Amaliyotda bu oila o'giti medisi cəmiyyət a'zolarining jahondorchilik mezoni bo'lib qolmasdan, balki yana bu mezon medisi cəmiyyətining mashhur cəmiyyət bo'lib chiqishida hal qilg'uch rol o'ynagan. Medisi cəmiyyəti ikki avlod papani yetishtirib chiqib, tarixda eng obro'li mashhur cəmiyyətga aylangan. Buni ularning mo'l jahondorchilik san'atidan ayirib qarag'il bo'lmaydi. Mo'l jahondorchilik san'ati bo'lsa, hal qilg'uch kuchni ishga solishdan burun mutlaq o'zini ko'rsatishga bo'lmaydiganligini. Undaq bo'lmaydigan yillarni o'yg'itib qo'yib qolmasdan, balki yana raqibining hujumiga uchraydiganligini ko'rsatadi. Buningdan davomlashib kelayotgan jahondorchilik prinsipining jamiyatning avlod-mavlod gullanishiga turtki bo'lganligini ko'rib olishga bo'ladi. Tarixda hurmat topgan jamiyatlarning ko'pincha o'ziga xos tarbiyalash usuli bo'lgan. Hozir qarindoshlar ko'proq oilalar bu xil sodda an'anani davomlashtirib kelmoqda. Lekin Valenburg jamiyatidagi zardar jamiyatmi bu xil an'anani ijro qilgan hamda o'z oldiga haqiqiy xoslik yaratgan. Yotlarning nazarida Valenburg jamiyatining avlodlari pul ustida cho'ng bo'lganlar deb qaraldi. Amaliyot undaq emas. Ular boyliqni azaldan avlodlarning xo'shalliqi qilmagan. Shundaqla boyliqni yotlarga ko'z-ko'zmi qilmagan. Ular har qatımlıq erişken parça pullarının bir qismini amanat qo'ygan. Agar normdan ortiq parça pulga erishmoqchi bo'lsa, o'chib o'tash qatorliq oila ishlarini qilish orqali erishgan. Valenburg jamiyatining farzandlaridan ashundaq talab qilishi ularga badal to'lgandila javobga erishgili bo'lganligini, har qanday narsaning oson qo'lga kelmaydiganligini bildirishni maqsad qilgan. Uningdan sirt, Valenburg jamiyati farzandlariga o'z jamiyatidan faxrlanishni o'rgatgan. Shu jumlani o'qib kelimga bir narsa turib qolganda ko'p qoldi. Biz musofiratda yashayapmiz. Balalarimizga milliy kimlik engini qanday singdirimiz, o'zininki shu uyg'urligidan faxrlanishni qanday o'rgatamiz deb butun kuchimiz bilan shunga tirishyapmiz. Bu yerda avval o'zimiz shu cho'ng ota-onalarning faxrlanishi intayin muhim. Bizning uyg'urligini bilishi. Balları bayada bu uyg'ur degan xalq deganning zodi mushtaq. Voymush uyg'urning ichidan qo'ymichi, zodi mushtaq chiqmishda kuni qolgan degandek bunda qaqshaydigan gaplarni ballarimiz kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin. Ular bizning uyg'urcha gapimiz, ular masalan ya turkcha gap qilib kelsin, ya inglizcha gap qilib kelsin, bizning gapimiz tushunsin. Ballar bayada bunda gaplarni to'g'ri gap bo'lsinmi demaslik kerak. Har to'g'ri, har yerda so'zlanmaslik kerak. Bu pek muhim. Başqa yerdə yoxmu eski? Başqa yerdə yoxmu qoymichi? Başqa yerdə yoxmu undaq əxlaqsız adamlar? Həmmə yerdə var. Faqat bu cəmiyyətşünaslıqdakı yağlı qapaq keydirib, yağlı qapaq olub qalğan millatlarninki alayidligi. Bu Zulfiqar Barat öz başına yazğan milliy kimlik və yağlı qapaq deydigan bir maqalası var. Şinjan Mədəniyyət jurnalida 2008'lerde şu yıllarda ilan qilgan bo'lish kerak. Agar men topa olsam, sizlar bilan o'rtoqlashim mishada, ulanishini topa olib qolsam. Ya'ni, elaqadagi har xil qalpoqlar kiydirib o'tilgan millatlar mushundaq o'z-o'ziga qaqshab xalqdan olinmagan dardini bir-birini tillab elishga odatlanib qoladi uchun bu ojizlikning va izlaganlikning ifodasi. Shunga o'zidan faxrlanish, o'zini bilishdan boshlandi. Biz zadi qandaq tishdiq deb bilgan vaqtida ondan o'zimizdan faxrlanamiz. Shunga balalarimizga o'zimizni bildirish, tariximizni bildirish, tilimizni bildirish, adabiyotimizni bildirish, vatanimizni, yurtimizni bildirish intayin muhim. İftixarlanish bir xil zo'r kuch bo'lib, buningga Lev Tolstoy dalil bo'la oladi. Anglashlar qaraganda Lev Tolstoy hamisha ajdodlarining hidlari bor qabrlarni va o'rmonliqlarni aylanib, shu orqali o'ziga ajdodlari bilan birga turayotgandek psixik ishoralarni qilar ekan.
Әмниетті bu Lev Tolstoyning o'z jamiyatidan cho'nqur faxrlanganligidan bo'lgan. Lev Tolstoyning ichki dunyosida mana shunday jamiyatidan faxrlanish tuyg'usi bo'lg'achqila bir yetim bola oxirida buyuk adib bo'lib yetishib chiqqan. Har yakshanba saharda Valenburg jamiyatining buvisi bolalarni o'rmonliq opirib sayli qildirib, ularga ajdodlarining ulug' ish izlarini so'zlab berdi ekan. Nəvərlərdə Suudi yengini yetildirish uchun boğuları nəvərlərini özü bir qo'llaq tarbiyalab chiqadi ekan. Uyga mehmon kelganda ota-onalari bolalarni birlikda fikr qatnashtirishga undab, cho'nglar so'zlagan ishlarni anglash orqali bolalarni jamiyat bilan uchrashtirib, mavjudlik yo'li va kishilik hayot farosatlarini o'rgatadi ekan. Valenburg jamiyatining 3-avlod varisi Max Valenburg o'zining aslimisida bu jamiyatning mushu xil oila kayfiyatini tafsiliy xotirlagan. Max Valenburgning aslimisida mundaq bir abzas bor. Dadamning suhbatlarini ko'ngil qo'yib anglag'achqa balaliqimda tabiiy yo'sinda guruh kasbi bilan uchrasha oldim. Hamda shu sababli barbara guruhning turli masalalari ko'ngil bo'lishga boshlab, guruhning qarorlarini muzokara qila oladigan darajaga yetdim. Uningdan boshqa bovam yana mening o'smirlik davrimdagi ustozim va do'stim bo'lib, bovam bilan har qatimliq suhbatimiz mening guruh kasbini tushunishimdagi eng unumli usulga aylangan. Valenburg jamiyatining farzandlari kichikdan boshlabla dadalaridan eng yaxshi tarbiyalarni qabul qilgan hamda bovlaridan davr bo'lgich tarbiyaga ega bo'lgan. Ko'nila ota-ona bolalarning tunji uyg'otquchi ustozi. Shunga ular bolalarga yaxshi ulgu bo'lish kerak deydi. Mush yerda meningki kalamga mana bir narsa keldi. Mening buvam momam beqib cho'ng qilgan. Endi shu faqat esimdan chiqmaydi. Boshlang'ich 4-sinf vaqtlarimdagi yezida kuz vaqtlari kepaz zavodiga olib sotamiz. Yiliq kepazlarni olib to'kimiz, yoyimiz, undan keyin kepaz deganim paxta hamdi. Paxtani yiliqdek chopqa bormi yo'qmi deb 1-2, 3 darajada deb araydi. Uning ostidan paxta ho'lulab qapti deb yiliq atdigan shabnamni taygan ekan. Endi yana ba'zi odamlar eg'ir o'tdasin deb simont suv sepib uning ustiga paxtani qo'yib qo'ydigan avval oldichu. Qurut deb ashunda qilib qo'yib atgandan kechkichi ashada hamda bir bo'ptoma paxtangni mayan o'tkazsang bo'ldi degicha yomon jafoliq ishlaydichu paxtani setishni ta'samdi. Endi keyin yana bir turkum men qarang'u bozorchilar deymiz. Qarang'u bozorchilar ishqnalıq paxta olib keldim. Bular sal azaroq oladi. Bir kun dadam mendan so'radi. Dadam deymi buvamni. Balam paxtani paxta zavodiga olib sataylimi, malika kelganlik sataylimi dedi. Shunga bilan men paxta zavodiga olib satayli dada dedim. Ma'qul deb badi. Emniyet paxta zavodiga berish bek jafoliq. Men nima shuna degandim desanglar, u yerda bek hammada matgandan kechkish paxtasini yeb sotilgan bo'lgandan atrofda samsixonalar va andan bingor deymiz, xalq cho'kimiz. Bingor yeytimchi men. Ashuni xiyol qilib, shu samsi bilan bingor yegim kelib ketib, ashak barayil dedim. Bu ma'qul dedi badi. Men hech unutib qolmayman. Bek cho'ng ishlarni anda qilaylikmi, bunda qilaylikmi bolam deb. Men nima bilaman uni? Lekin menga maslahat saqan. Bizning bugungi kunda yetalmadim dadamga degan naqshin to'lab yuribmiz. Ota-onamizdagi baqamatimizni deb o'ylayapmiz. Baqan sir yosh cho'nggan sir ashta o'ylayotganmiz. Qattiq yosh chog'larimizda biz degan dunyoviy bola tarbiyalayapmiz deb o'ylayotganmiz. Yeshimiz cho'ngaygan sir bo'libmi ota-onamizdan uzoq qilib onamizni ko'zimizning go'hridek bo'lib ming surgimiz kelib ketgan mushu zamonlarda biz ularning to'g'ridek ko'rinib ketadigan o'ylab ketganmiz. Hozirgi mush dasturxonlarimizda Bayden men shuni o'qish jarayonida bir narsa qallam kelib qoldi. Bizningki chet elda bolalarimiz, masalan biz bolalarimizni uchrashtiramiz deb oila biraraq kelamiz, bolalarga ayrim bir yer dasturxon solamiz. Bolalar sal cho'ng bo'lgandan keyin qanday bo'ldi desanglar, shu ergenlik vaqtida deb biliq balog'atga yetgandan keyin bo'ldi, bir yo'g'on qalpoqni kiydirdik. Men shuning bilan bolalarimizning oldida biz g'am qilolmaylam, bolalarning shunday bo'lib ketadigan bir ahvol ba'zi shakllanib qoldi ekan. Endi meni bolalarım cho'ngmidi, Alloh hammamizga osonlik bersin. Bolalarimiz, sal cho'ng bolalarimiz cho'nglar bilan bir dasturxonda o'tirmaydi. Hammasi bundoq bir uyga kirib ketib telefonda qarab o'tirdi yoki ayrim o'ynaydi. Hatto cho'nglar yig'ilgan so'rilarga asosan kelmaydi ekan. Endi biz kichik vaqtidan boshlab asli bolalarimiz shu 8-9 ga kirgandan boshlab cho'nglar bilan bir dasturxonda o'tirg'izib, ularni cho'nglardek muomala qilib, cho'nglardek besib o'tirishni, dasturxonni tomoq yeganda o'zining oldidan elishni, avval cho'nglar qo'l uzatgandan keyin, undan keyin qo'l uzatishni,
Yılqıdaki hamma yerga qo'lini tiqib qo'ymaslikni, chapildab, kechgacha vatildab gap qilib o'tmay chiroyli yeyishni, tamoq yeb bo'lgandan keyin boshqalarni yeb bo'lganda duo qilib asta qo'pashni asta-asta o'rgatib, cho'ng nima qilganda, andan keyin hammaylar o'zining gapini vat dasturxonda o'tirib, o'zining parangini qilib ketib, u o'tag'izib bo'lgan bolalarimizni bir joyga qo'yib qo'ymay, o'rtaq bir temalar bilan ash bolalarni, cho'nglarni dasturxonda o'tag'izib, ya'ni normalda 8-9 yoshlardan oshgandan keyin undan kichik vaqtlarda o'ynasa ma'qul. Asta-asta bolalarni cho'nglarning suhbatiga qatnashtirib va cho'nglar har qatimliq yig'ilishda ma'lum bir temalarniroq cho'rdib, bolalar bor yerda bolalarga aks ta'sir bo'lgan gaplarni qilmayli va bolalar qatnasha oladigan temalarni deyishli deb qilsak, mencha bolalarimiz bilan bizning oramizdagi yiliqi generation gap, ya'ni avlod bo'shlig'ini asta-asta orasini bolamiz bilan bizning o'rtamizdagi bu bo'shliqni kichikirta olishimiz mumkin deb o'ylayman. Bu mushu Valenburg jamiyatining avu dasturxonda o'tirganda cho'nglar bilan bir jo'zda o'tirish, undan keyin mushu cho'nglar so'zlagan ishlarni anglash orqali jamiyat bilan bolalarni jamiyatga uchrashtirish deganlarni o'qitib kallamga kelib qoldi. Mencha mushu nuqtalarda biz belki cho'ng bo'lib qolganda majburiy o'rtog'iz qilinmaydi, 14-15 kirganda o'tiramiyadi, biz bilan paranglashadi. Lekin 8-9 yoshdan boshlab qo'y, mening bolam cho'ng bo'ldi, cho'nglar bilan o'tdasin deb qilsak, masalan, erlarni o'g'illar bir so'rinda, ayollar masalan, qizlarimiz bir so'rinda bunday o'tdasak, texmi erkin asada yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Albatta, barliq ota-onalar unda qilmaydi. Oilasiga mehmon kelsa, bolalarini uydan chiqarib o'tadi. Bu shubhisizki, bolalarning qatnashish engining yetilishini isrof qilib o'tadi, hamda nazar doirasini kengaytirish fursatidan mahrum qildi. Faqat bolalarni qatnashtirish davomida ularga cho'nglarning madaniyatini tushuntirish, boshqalarga ko'yinish dialog usulini balduroq o'rgatgandila, ondan ularda kichikdan boshlab yaxshi odatni tugul bo'ldi. Bu eng unumli va jonliq tarbiyalash usuli emasmi? Chunki Valenburg jamiyatining farzandlari mushu xil mashqni qilish orqali kuchli mas'uliyatchanlikka ega bo'lib qolmasdan, balki yana jamiyatning ishlarini tabiiyla egallay olgan. Valenburg jamiyatining avlod-mavlod boshqalarning hurmatiga sazovar savdogar jamiyat bo'la olishi, ularning oila uygitiga varislik qilganligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Navoda ota-onalar tirishchanlik ko'rsatib, bolalar ota-onasining orzusiga qarshi ishlarni qilgan bo'lsa, undaqda har qanday jamiyat 5 avlod davrini beshidan o'tkazib, kishilarning hurmatiga sazovar bo'lolmagan bo'ladi. Bu jihatda Kennedy jamiyati bak qaltis ish qilgan. Ya'ni ota-onasi bolalarining kelgusi planini tuzib bergan. Bolalarmi ota-onasining orzusi bo'yicha tirishib, jamiyat orzusini ro'yobga chiqarib, eng oxirida bir buyuk prezidentni yetishtirib chiqqan. Valenburg jamiyatining farzandlarimi ajdodlarining orzusi va mezoniga avlod-mavlod varislik qilg'achqa, bugünkidek shonliq natijalarni qo'lga keltira olgan. Buningdan boshqa, Kennedy jamiyatining bir avlod Amerika prezidenti tarbiyalab chiqarishi ularning tartiblik ish qilganligidan bo'lgan. Yuqorqi orzuni bir avlod kishilar orqali ro'yobga chiqarmagan. Balki 3 avlod kishilar bo'shashmay tirish orqali jamiyat arzusini ro'yobga chiqargan. Agar bir avlod kishilarni 30 yil qilib hisoblasak, undaqda bu 3 avlod kishilarning to'p-to'g'ri 100 yildan ortiq farosatning mujassamlanganligidan derak berdi. Shunga bir avlod kishilarning farosati orqali arzuni ro'yobga chiqarish ta'sga tushadi. 3 avlod kishilar o'rtaq tirish orqali amalga oshirgan bo'ladi. Shunga o'xshashla Valenburg jamiyatimi nazarini 100 yildan keyin kishilarga og'dirgan hamda o'zining uzun muddatlik mablag' saqlagan. Umuman aytganda, bu ikki jamiyat bizga bir qoidani, ya'ni buyuk ishlarni ro'yobga chiqarishni yoki bir avlod buyuklarga aylanishni o'ylaganlar cho'qim egizda turib, yiroqqa nazar tashlash kerakligini isbotlab berdi. Pul topganda jamiyatga javob qaytarishni unutmaslik. CEO oylik jurnalda Koreyalik boshlang'ich maktab o'quvchilarining asosiy obyektiv kelgusida pul topganda qilishni o'ylaydigan ishingiz nima deganni mavzu qilgan jamiyat tekshirish faoliyati ilib berilgan. Jamiyat tekshirish dokladidagi javoblarning ko'p qismi jamiyatga javob qaytarish degan javobni tanlagan. Buni boshlang'ich maktab o'quvchilari bilan selishtirsak, Koreyadagi cho'ng moliya guruhlari hatto asosiy varislik bejinimi topshirishni xohlamaydi. Bu dal Koreyadagi cho'ng guruh korxonalarning jamiyatning hurmatiga erishmasligidagi tub sabab. Dunyoviy boylar pul tepish yo'li va usuliga ahamiyat berib qolmasdan pulni qanday xarjlashga texim ahamiyat berdi. Dunyoviy zardor boy Bill Gates buning tipik misoli. U g'oyat zo'r mulkini qanday iste'mol qilish jihatda hamisha ko'p bosh qotirdi. Bu jihatda Valenburg jamiyati garchi 5 avlod musofini besib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ular hammada tuvanchilik bilan azaldan jamiyatga javob qaytarishni
unutib qolmagan. Shunga Valenburg jamiyati g'oyat zo'r mablag'ni xayr-saxovat ishlariga iyon qilish bilan dunyoda shuhrat qozongan. 100 yil burunlar Valenburg jamiyati pul topganda jamiyatga javob qaytarishni unutmaslikni jamiyatning jahondorchilik mezoni qilgan. Ular topgan boyliqdan jamiyatga javob qaytarish muqarrar qilishga tegishli ish deb qaragan. Valenburg guruhi korxonaning har qitimliq foydasini oldi bilan Valenburg paravanliq moliya guruhiga topshirgan. Valenburg paravanliq moliya guruhi mablag'ning ko'p qismini Shvetsiya fan-texnik taraqqiyot mablag' qilgan. Mushundaq aylanish jarayonida Valenburg guruhi topgan g'oyat zo'r mulki orqali tabiiy holda Shvetsiya jamiyatiga javob qaytargan. Faqat o'zi va jamiyatning manfaatini o'ylagan korxonalar jamiyatning hurmatiga erisholmaydi. Korxonasining umrimi uzunga bormaydi. Valenburg guruhining paycheki Shvetsiya paycheki bozori umum sommasining yarmini. U yaratgan iqtisodiy qimmat xalq igiligi ishlab chiqarish umumiy qimmatining 3dan 1ni egallaydi. Ya'ni GDP degan shu. Gerçi shunday bo'lsa-mu, Valenburg guruhi tijorat qatlamining umumiy kirimi faqat 2 milliard yuan bo'lgan. Chunki guruh korxonalar yaratgan foydaning hammasini bosh direktorga emas, balki bevosita guruhga tava bo'ladi. Valenburg guruhi ijodchisining o'g'li Knut Valenburg 1917-yili o'zining barliq mulkini iyona qilib, Knut Valenburg moliya guruhi KIV-ni qurgan. Bugungi kunda bu moliya guruhining ko'lami taraqqiy qilib, hozirgi 4 million megabaytlik mulkka ega bo'lib, uning mulki Nobel moliya guruhininkidanmi xeylilar ko'p. Bu moliya guruhi Stockholm iqtisod universitetini qurish qatorliq paravanliq ishlarga g'oyat zo'r to'p qo'shish bilan birga kutubxona qurish va fan tadqiqot sohasining taraqqiyoti uchun iqtisodiy yordamlarni berib turdi. Bo'libmi Shvetsiya asosiy fan texnik tadqiqotni qo'llash orqali jamiyatda texnik ko'p Nobel mukofotiga erishish kuchining maydonga kelishi uchun faol to'p qo'shib kelmoqda. Hozir Stockholm davr maydonida butun boyliqni iyona qilib o'tgan Knutining mis haykali qad ko'tarib turdi. Bu shubhisizki Shved xalqining Valenburg jamiyatiga bergan eng oliy mukofot. Stockholm har doim iqtisodiy bo'hronga uchraganda Knut mardlarcha o'ttirg'a chiqib, shahar xalqining baxti uchun g'oyat zo'r to'hfalarni qo'shgan. Dal mushu sababdan shahar aholilari Knutga bo'lgan minnatdorligi va hurmatini bildirish uchun uning mis haykalini poytaxt davr maydonining markaziga o'rnatgan. Mushu qurlarni o'qib meningki bo'g'zimga yig'i kaplashdi. Bizning Uyg'urlarimizdami shundaq kishilar batdi. İnsanın pulunun qanchalik yo'g'onchiq bo'lishi milliard sonlar emas. Uningki shu ba'larning eng yuqori darajada chin ko'nglidan ixlos bilan chiqarib qilishidir. Bu yerda mana ikki misol olay. Birinchisi Qashqa Ko'nishaningOvat yesi. Hozir bevosita Qashqa shahri qaraydi. Ovat o'ttir maktabniki yon tarafida Umid kitobxonasi o'ttir maktabning kitobxonasi bilan birlashtirilgan bir kitobxona bor. Bu ayni chog'dagi VCD dil kuyi markazimi yoki nima bo'lg'aydi hozir ismini unutib qoldim. Ismini bildiganlar bo'lsanglar, shu aramizda avatliqlar bo'lsanglar, ayrim xonamda deb bersanglar bek xush bo'laman. Hozir unutib qolibdiman. Umidmidi shu bir dangliq boy shu yerda kitobxona qurib, bu kitobxonni o'ttir maktabning kitobxonasi bilan birlashtirib o'tib, xalqqa ichib o'tganchu. Mushu maktabda Abdurahimjon Ro'zi deydigan bek suyumlik bir adabiyot o'qituvchimiz bor. Alloh har vaqt salomat qilsin. Rayonimiz bo'yicha dangliq to'liq o'ttira adabiyot o'qituvchilarining biri. Shu o'qituvchimiz meni ziyorat qildigan, aylandigan, shunda yaxshi suhbatlarda bo'lgan to'q. Faqat unutib qolmayman. Shunda shu chaqda ajoyib ta'sirlangandim men. Dil kuyini qurg'uvchilarmidi shu kutubxonani ochgan bir shunday xalqi Unsin markazi bordi ularning. Ikkinchisi Bilkuch kutubxonasi. Bilkuch kutubxonasini biladiganlar bo'lsanglar, 2012-yillarmi yoki qurilgan vaqti yoki uningdan sal burunmi Malayziyada o'qigan o'zi islom iqtisodida aspirantlikni bitirib vatanga qaytgan Ablajon qurgan. Ablajon bu kutubxonani pul tepish uchun qurgan emas. Dastlab men mushta bir kutubxona ichilibdi deb bordim. Shu kuni Zulfiqar Barat O'zbashninki shu Honolulu xiyollari degan
Aşı kitabı çıqqan vaqtida aşı kitapni kitapxonadan olib tursam, mo'yimshad bir kitapxona ichilibdi dedi. Kirib shunchalik suyunib ketib, shu kitapxonaga sovg'a qilib atgandim shu kitapni. Undan keyin paranglashdik keyinki men eng yaxshi ko'rib o'rganish qiladigan joyiga aylandi. Bu kitapxonani mangdirish uchun o'zining uylarini setibatdi. U yerdan pul topgan emas, boshqa yerdan pul tepibmish kitapxonaga ishladi. Nurg'un odam deyishi mumkin. Voy, hamma kitapxona, hukumatning qurib atgan bir muncha kitapxonalar to'sib, buni qurishning nima foydasi deb. Men dastlab ashdan o'ylagandim, buncha ular bek nim qilib ketgich bu yerga bir xalq kelib nim qilmasa, bizning xalqimiz uncha ular bekorlik kitapxona va yerda pullik kitapxonaga kirib dars anglamasa deb. Lekin bizga boshqacha bir dunyoga qarash ko'z shu nuqtai nazarimizda boshqacha yangilagan va bu yerda nurg'unlagan leksiyalar, nurg'unlagan ilmiy muhokama yig'inlari, nurg'unlagan ilmiy suhbatlar, ajoyib go'zal ishlar shu kitobxonada barliq keldi. Ablajon uchun duo qilishni unutmaylik. Demakchi o'g'limdan bizningki bek yo'g'on ishlarni jiq pul topganda qilamiz deydiganga umrimiz yoki pul tepishimizning hech qanday bir kapolati yo'q. Qo'limizda qanchalik bo'lsa, shu 40 ni topganda birini berib mangandek qanchalik qila olsak, shuni ayirib menish intayin afzal. Ya'ni bizning bundaq milliarder dunyoga bo'lib ketgan millionlab pulni chechib etgan, ya'ni saxovat qilib etgan boylarimiz balkim bo'lmasligi mumkin. Ammo shundaq o'zining topganini eng cho'ng darajada xalq uchun bag'ishlagan nurg'un suyimlik boylarimiz bor. Ulardan Allah razı olsun. Texamo boyliqining barkitini orttirib bersin. Tutqani oltin bo'lsin debdiq cho'nglar ashtaq duolar bor. Bugun shu Valinbuk jamiyatini shunchalik o'qiymiz, davomli davomliq huzuringlarda bo'ladi. Allohga emanet, xayr xo'sh.